Bugun biz muhokama qilmoqchi bo'lgan masalalarimiz O'zbekiston Respublikasida millatlararo totuvlik va umumiy hamjihatlikni ta'minlash borasida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Madaniyatlar bir-biridan kuch oladi. Bir-biridan ozuqa oladi va bir-birini rivojlantirishga xizmat qiladi. Prezident bitta so'z aytdi. Bizning niyatimiz ham, yo'limiz ham, loyihamiz ham yaqin qo'shni davlatlar bilan do'st bo'lish degan. Mana ko'rdingizmi, qanaqa do'stlik rishtolari millat tanlamaydi O'zbekistonda. Aytishimiz mumkin, mana dunyoning hech bir mamlakatida xalqlar do'stligi bayrami yo'q. Bizni mana mamlakatimizda shu bayram qonun bilan belgilab qo'yilgan. Biz faqat buni qo'llab-quvvatlab, yana davlatimiz yana ham rivojlanib ketsin deb harakatda bo'lishimiz kerak. Muhtaram prezidentimiz so'zlari bor. Ko'p millatli xalqimizni ko'zimizda qarachig'dek asrashimiz kerak degan g'oyasini o'zi bizga so'zini o'zi ozgina motivatsiya beradi. 1800 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarimizda o'zbek tilidan tashqari qolgan 6 ta o'zimizning qo'shni davlatlarimizda o'qishlar tashkil qilingan. Biz O'zbekistonda xalq bir mush bo'lib, mana shuncha yil bironta millat bilan hali tushunmaslik, boshqa qarashlik bo'lmagan. Maqsad bir bo'lmasa, jam bo'lmagaymiz. Jam bo'lsak boshimiz ham bo'lmagaymiz. Vatan bir, g'oya bir, do'stimiz birodar, dunyoda hech kimdan kam bo'lmagaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, azizlar. Men bugungi loyihamizni Taraqqiyot nuqtasi munozara klubini bugungi sonini boshlashda birinchi so'zni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini muqaddima qismidan boshlamoqchiman. Biz O'zbekistonning yagona xalqi, inson huquq va erkinliklariga, milliy va umum insoniy qadriyatlarga, davlat suvereniteti prinsiplariga sadoqatligimizni tantanali ravishda e'lon qilib, fuqarolarimizning munosib hayot kechirishi, millatlararo va konfessiyalararo totuvlikni, ko'p millatli jonajon O'zbekistonimizning farovonligini va gullab yashashini ta'minlashni maqsad qilgan holda ushbu konstitutsiyani qabul qilamiz va e'lon qilamiz. Bu O'zbekiston Respublikasining yangilangan konstitutsiyasini bu muqaddima qismidagi eng asosiy chaqiriqlardan biri. Va xuddi shu muqaddima bilan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyamizni qabul qilganligimizni, e'lon qilganligimizni bu yerda bayon qilganmiz va yana bir moddasiga to'xtalmoqchiman. Bosh qomusimizning 4-moddasida shunday so'zlar borki, O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analarini hurmat qilishni ta'minlaydi. Ularning rivojlanishi uchun sharoitlar yaratadi. Va 8-moddada O'zbekiston xalqini millatidan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil qiladi. 19-moddada O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati va diniy e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar qonun oldida tengdirlar. Va barchaga bu O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi bilan bu huquq berilgan. Bundan tashqari men yana aytmoqchimanki, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bugungi muhokamani tashkil qilayotgan paytda o'zini saylovoldi dasturida belgilangan vazifasi va o'zini oldiga qo'ygan maqsaddan kelib chiqdiki, ya'ni biz partiyamizni saylovoldi dasturida mamlakatimizda tinchlik, barqarorlik, millatlararo va fuqarolararo totuvlik bardavom bo'lgandagina demokratik va ijtimoiy iqtisodiy o'zgarishlarni amalga oshirish, jamiyatni rivojlantirish mumkin deb hisoblaymiz. Bu yo'nalishda quyidagi vazifalarni bajarishga munosib hissa qo'shamiz. Mamlakatimizda diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni ta'minlash, fuqarolarimizni turli mafkuraviy tahdidlar, zararli oqim va g'oyalardan himoya qilish masalasi doimiy e'tiborimiz markazida bo'ladi. Hurmatli ishtirokchilar, bugungi mavzuyimiz aynan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida belgilangan millatlararo totuvlik prinsiplari va belgilangan qoidalar asosida hamda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasini saylovoldi dasturida millatlararo totuvlikni, umumiy hamjihatlikni ta'minlashga qaratilgan g'oyalarimiz asosida bugun biz muhokama qilmoqchi bo'lgan masalalarimiz O'zbekiston Respublikasida millatlararo totuvlik va
umumiy hamjihatlikni ta'minlash borasida qanday ishlar amalga oshirilyapti, sohada nima yutuqlarga erishdik-ku, nima qilishimiz kerak bo'lgan ishlar bor. Shu masalalar bo'yicha bugun bafurja maslahatlashamiz. Hurmatli ishtirokchilar, bizga hozir O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan turli millatlarning madaniy markazlari hamda do'stlik jamiyatlari shu bilan birgalikda Zoom orqali ham ishtirok etyapti. Bizni mahalliy kengash deputatlarimiz, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, vazirlik idora vakillari ham ishtirok etyapti. Endi men birinchi so'z navbatini O'zbekiston Respublikasi millatlar aro munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari Shukur Bekzod akaga beraman. Bekzod aka, mana bu borada vakolatli organ, millatlar aro totuvlikni ta'minlash borasida vakolatli organ sizlarning qo'mitanglar hisoblanadi. Bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar va hozirgi kundagi holat bo'yicha agar zarurat bo'lsa, kelgusidagi vazifalar bo'yicha ham to'xtalsangiz. Marhamat. Shukurov Bekzod Abduqayyumovich O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasini tamomlagan, mutaxassisligi jurnalist. Hozirda O'zbekiston Respublikasi millatlar aro munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Hurmatli prezidentimizni bir so'zlarini eslab o'tishimiz kerak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 23-yil 8-may kuni Oliy Majlis palatalari a'zolari, siyosiy partiyalar va jamoatchilik vakillari bilan uchrashuvdagi nutqlarida shunday deb ta'kidlagan edilar. Uni ayni o'qib beraman. Bizning eng katta boyligimiz O'zbekistonni o'zi uchun yagona vatan deb biladigan ko'p millatli buyuk xalqimizdir. Jonajon yurtimizda qaror topgan millatlararo do'stlik va ahillikni mana shunday bebaho xazinamizni ko'z qorachig'idek asrab avaylash barchamizning oliy burchimiz deb ta'kidlaganlar. Mana ko'ryapsizmi, ko'p millatli buyuk xalqimiz. Biz mana shu ko'p millatlilik bilan ham buyukmiz. Hammamizga ma'lum, O'zbekiston azaldan bag'ri kenglik, tinchlik, osoyishtalik diyori bo'lib kelgan. Mana shuning uchun ham bag'ri keng O'zbekiston, bag'ri keng o'zbek xalqi degan bir qancha shu mana shu yurtda inson va har bir insonning millati, tili, dini, urf-odatlaridan qat'iy nazar tinch, osoyishta, farovon hayot kechirib kelayotganini u amaldagi tasdiq hisoblanadi. O'zingiz yuqorida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidan iqtiboslarni keltirdingiz. Avvalo O'zbekistonda tinchlik, osoyishtalikni huquqiy asoslari mustahkamlab qo'yildi. Undan tashqari fuqarolar o'rtasidagi totuvlik, do'stlik aloqalarini mustahkamlash bo'yicha hamma huquqiy hujjatlar, yetarli shart-sharoitlar yaratilgan. Bugun hammamiz bilamiz, mamlakatimizda 130 dan ortiq millat, elat vakillari istiqomat qiladi. Biror joyda mamlakatimizda chekka hududlari bo'ladimi yo markaziy shaharlar bo'ladimi, biror bir mahallada uchratmaysizki, ikkita fuqaroning o'rtasida kelishmovchilik bo'lsa, bu biror marta ko'rmaysizki, bu milliy masala yuzasidan, milliy nizo deb. To'g'ri, ikkita odam urushishi mumkin, talashishi mumkin, hatto aka-uka ham bir-biri bilan talashishi mumkin. Lekin hech qayerda millatiga qarab, tiliga qarab, diniga qarab, yo urf-odatiga qarab ajratish bizning mamlakatimizda mutlaqo begona, yot. Mana bugun 130 dan ortiq millat, elat yashab istiqomat, tinch, totuv, o'zini shu mamlakatning yagona xalqi deb, shu mamlakatda teng huquqli fuqarosi deb birini biridan kamsitmagan holda yashab kelayotgan ekanmiz. Har bir millat, elatlarni tili, dini, an'analari, qadriyatlarini saqlab qolish, nafaqat saqlab qolish, balkim rivojlantirishga juda katta imkoniyatlar yaratilyapti. Shulardan bittasi mana har juda ko'p millat, elat vakillarini o'zini milliy madaniy markazlari bor. Bugun O'zbekistonda 157 ta xuddi shunday milliy madaniy markaz faoliyat ko'rsatadi. Dunyoning ko'p mamlakatlarini tajribasiga qarasangiz,
avvalo ayrim joylarda bunday markazlarni tuzishga o'zi imkoniyat yo'q, sharoit yo'q. Ikkinchidan, imkoniyat yaratilgan taqdirda ham faqat shu markazlarni tuzishga va har o'sha tegishli millatlar o'zini urf-odatlari, an'analari, qadriyatlarini saqlab qolish uchun qanaqadir o'zini bir jamoat tashkilotlarini, uyushmalarini, birlashmalarini tashkil qilishga ruxsat beriladi. Erkin faoliyat ko'rsatish uchun ruxsat beriladi. O'zbekistonda esa nafaqat jamoat tashkilotlarini tuzish, erkin faoliyat ko'rsatishga ruxsat berilgan, balkim bu tuzilmalar davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanyapti. Umuman mana shu millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha alohida qo'mitani faoliyat ko'rsatayotgani ham bu fikrimizning bitta misoli. Undan tashqari milliy madaniy markazlar uchun bino ajratish masalasi bu alohida ahamiyatga ega. Chunki ko'p mana xorijiy davlatlar tajribasini ko'rsangiz, bunday markazlar o'zini alohida binosiga, faoliyat ko'rsatish uchun ofisiga ega bo'lmaydida, har xil jamoat joylarida, bog'larda, restoranlarda, shunga o'xshagan yoki shu vatandosh yoki millatdosh bo'lgan obro'li, e'tiborli fuqarolar millatdoshlarini qanaqadir imkoniyatlardan foydalanib o'zlarini tadbirlarini tashkil qiladi. O'zbekistonda bunga ehtiyoj yo'q. Chunki alohida binolar bor, ofis bor. Bir nechta milliy madaniyat markazlarimizda o'zlarini binolari bor. Davlat tomonidan taqdim etilgan alohida xonalardan tashqari o'zlarini ham markazlari, o'zlarining binolariga ega. Mana shu nuqtai nazardan olib qaraganda, davlat organlarida 5000 dan ziyod turli millat vakillari davlat lavozimlarida, davlat fuqarolik xizmati va boshqa lavozimlarda xizmat qiladi. 5000 dan ortiq. Shuni o'zi ham bizni yuqorida aytgan fikrlarimiz tasdiqlab turibdi. Undan tashqari mana bir nechta tillarda ommaviy axborot vositalari faoliyat ko'rsatyapti. Ta'lim 7 ta tilda amalga oshirilyapti. Bu misollar mana hammasi mana shu yuqorida aytayotgan fikrlarimiz tasdiqlayapti. Prezidentimizni millatlararo do'stlik, totuvlik, hamjihatlik, umuman O'zbekistonni yagona xalqi bo'lgan shu yerda yashayotgan barcha fuqarolar o'rtasidagi yakdillik, birdamlik siyosatlarini mana amaldagi tasdiqi mana shu. Rahmat Bekzod aka. Endi men bir masalani o'qib qoldim qo'mitani saytida. Bu yurtda ko'p millatlilik shunchaki raqam emas. Balki mamlakatning strategik boyligi, ulkan ma'naviy ustunligi sifatida qabul qilamiz deb yozilganda Bekzod aka. Bu haqiqatdan bu ko'p millatli 130 dan ortiq millat, elat vakillari O'zbekistonda istiqomat qilishi bu faqatgina raqam emas. Buni raqam sifatida emas, buni bu yurtimizni, mamlakatimizni strategik boyligi sifatida qaralyapti va bosh qomusimizda bu alohida modda bilan muqaddimasidan tortib bir nechta moddalarda bu millatlararo totuvlik masalasi belgilangan ekan, mustahkamlangan ekan. Bu albatta O'zbekistonni boya yuqorida aytilgandek barqaror rivojlanishi uchun, ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi uchun bu juda ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Endi men yana Bekzod aka gaplariga qo'shimcha sifatida aytmoqchimanki, mana milliy madaniy markazlarni moliyalashtirish masalasi bo'yicha ham Oliy Majlis huzuridagi o'sha fonddan moliyalashtirish borasida ham har yili o'ziga xos hajmdagi ishlar amalga oshirilayotgani ham bu albatta e'tirofga loyiq. Endi men so'z navbatini endi baribir bu yo'nalishda ham O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, ham Koreys Milliy madaniy markazi rahbari Pak Viktor Nikolayevichga bersam, Viktor Nikolayevich bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar hamda bu yo'nalishda turli millat madaniyat markazlarini faoliyati qanday amalga oshirilyapti, bu yo'nalishdagi o'z fikrlaringiz, munosabatingizni bildirsangiz marhamat. Pak Viktor Nikolayevich Qozog'iston Gidromeliorativ qurilish institutini tamomlagan. Mutaxassisligi muhandis-mexanik, do'stlik ordeni sohibi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, O'zLiDeP fraksiyasi a'zosi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Haqiqatda Bekzod aka aytganday, O'zbekistonda 130 dan ortiq millat vakillari yashamoqda. Bir so'z bilan gapirganda bu balandparvoz emas. 91-yilda
O'zbekiston mustaqillik bo'lganda hamma millatlarga eng avvalom o'zini madaniy markazini ochilishini ruxsat berildi. Agar esingizda bo'lsa, ungacha ruxsat yo'q edi. Hamma millatlar o'zimchalik yashagan, tilni ham ancha unutgan, o'zini urf-odatni ham yo'qotgan. Bizni O'zbekiston mustaqillik bo'lgandan keyin hamma millatlarga mana shunaqa imkoniyat yaratib berildi. Men bilamanki, bu tarix. Undan tashqari bugungi kunga kelib har yil madaniy markazlar yangiliklar kirishib ketyapti. Madaniy markazlarga ishlash uchun 50 dan ortiq qonun chiqqan. 40 tadan ortiq qarorlar chiqqan. Bu hammasi madaniy markazlarga yo'llanish, bemalol ishlash uchun. Birdaniga hozir gapirsam bo'lmaydi, lekin aniq bilaman, bizni O'zbekistonda mana shu prezidentni yo'llanishi bilan O'zbekistonda xalqlar do'stligi bayram e'lon qilingan. Biz har yili xalqlar do'stligini bayramini o'tkazamiz. Hammamiz shuni bilamiz. Alohida gapirsak, hozirgi kunda hamma viloyatlarda yaqin 2-3 yil ichida xalqlar do'stligi o'ylar qurilgan. Undan ortiq bo'lmagan. Hammasi qayerdadir arendaga olgan, iloji boricha. Hozir o'sha xalqlar do'stligida hamma millatlarga xonadon ajratib berib, o'sha xonadonlar bizda bizni millatlar o'zini urf-odatini, o'zini tilini, dinini, ashularini aytib, men o'zim 3 joyda viloyatga chiqdim, o'sha ochilish marosimida. O'zim qatnashdim, gaplashdim. Shunday xalqlar baxtli. Shunchalik bo'lar ekan-ku deydi. Mana yaqinda akamlar aytdi, Oliy Majlis fondidan maosh beryapti. Qachon bo'lgan bu? Hech qachon bo'lmagan. Har bitta avtobusga ham pul topmasdan harakat qilib kelardi. Hozir maoshni tarqatyapti davlat. Davlat qilyapti buni. Hech qachon bo'lmagan. Men chet davlatdan ham ko'p chiqaman. Endi atayni koreyslarni gapirsam, shu gapni ochiq hech qayerda gapirmadim. Lekin mana shunda gapiraman. Koreya prezidenti kelganda har zamonda men uchrashaman Koreya prezidenti bilan. O'sha paytda menga Koreya prezidenti sekin aytgan: "Rais, O'zbekistonda koreyslar qanday yashayapti? Aytingchi." Men o'yladim, buni bitta so'z bilan javob bera olmaysiz. Har zamonda tushunish mumkin. Men o'ylab turib aytdim, muhtaram Koreya prezidenti, agar siz meni Koreyaga chaqirib, oilamni chaqirib, bolalarimni o'y bersangiz, mashina, ish bersangiz, men boramayman. Bunday menga qaradi, nega? Meni bilasizmi? Men O'zbekistonda tug'ildim. Meni otam mashina yotibdi. Men O'zbekistonda fuqaroman. Men shu vatanda yashab, men shu vatanda bolalarimni ham oliy ma'lumot qilib, men shu vatanda xizmat qilmoqchiman. Bunday qaradi-yu, ha, shunaqa ekanmi, dedi. Ikkinchi kun o'sha Koreya prezidenti bizni prezident bilan ko'rishdi. Birinchi so'z o'sha Koreya prezidentga ma'ruza berdi. U minbarga chiqib aytayapti: "Hurmatli prezident, men bilaman, butun dunyoda koreyslar yashaydi. Lekin bitta narsa bilmadim." Prezident aytdi: "Nimani bilmading?" "Shu koreyslar O'zbekistonda yashaganini, eng baxtli yashaganini shuni bilmadim." Eng baxtli yashaganini. Ikkita so'zi. Bizni prezident yo'qsam ularga madaniy markazini qurib beraylik. Mayli qurib beramiz degan. Men kutdim, ikkita vazir, tashqi vazir, Koreyaning vaziri, bizning vazir chiqib ketdi. Men 1,5 soatdan keladimi deb o'ylab turdim. 5 daqiqa ham o'tmadi, shunday chiqdi, ikkita qog'ozni memorandum olib chiqdi.
bir tomondan bizni prezident qo'l qo'ydi, ikkinchi tomondan Koreya prezidenti qo'l qo'ydi. 2 yil orasida mana shu koreyslar katta imoratda Koreys madaniy markazi deb bugun hamma o'zini nimasini, urf-odatini, o'zini tadbirlarini o'sha Koreya madaniy markazida o'tkazyapti. Pan Gi Mun degan 10 yil rais bo'lgan bizni Koreya madaniy markaziga keldi. Bunday ko'rdi-yu, menga aytdi: "Muhtaram, hurmatli rais, men Pan Gi Mun bo'lib butun dunyoni o'tib chiqdim. Lekin mana undaqa imorat faqat O'zbekistonda koreyslarda bor ekan. Butun dunyoda hech kimda shunaqa imorat yo'q ekan." Bizni televideniya o'shani olgan. Men shu ozgina bir tarix gapirdim. Men shuni gapirsam, haqiqatda xalqimiz baxtli. Men aytmoqchiman, mana shuni biz hammamiz g'ururlanish kerak. Biz har kuni ko'rib chet davlatda nima bo'lyapti? Bir-birini tushunmoqlik, bir-biridan urushib, bir-birini orqadan mish-mish bo'lib, lekin biz O'zbekistonda butun xalq bir mush bo'lib, men o'ylayman, mana shuncha yil men Koreys madaniy markazining raisi bo'lib, bironta millat bilan hali tushunmaslik, boshqa qarashlik bo'lmagan. Bilmadikmi, lekin men o'zimdan mana shunday tushunaman. Har bitta oilada, mana shu yerda o'tirganlarda, rus oilada men bilaman osh qiladi. Meni oilamda har bozor kuni bozorga chiqib guruch, go'sht olib osh qilamiz. Har bitta oilada bugun chimchi deydi-ku, hammalaring bilasizlar. Mana shu bir-biriga kirishish, mana shu bir-birini yo'llanish va bir-birini qo'llab-quvvatlashi. Biz faqat buni bir-birimizni qo'l qo'yib, qo'llab-quvvatlab, yana davlatimiz yana ham rivojlanib ketsin deb mana shu harakatda bo'lishimiz kerak. Rahmat. Rahmat Viktor Nikolayevich. Rahmat, juda ham iliq fikrlar va asosli mana har bir masalani asosi bilan, dalili bilan aytib berdilar. Bu mavzu yuzasidan biz hozir bu alohida ssenariy bo'yicha kimdir oldindan ma'ruza tayyorlab turib bu ko'rsatuvni, loyihani tashkil qilmaganmiz. Bugun hamma fikrini aytish kerak. O'zbekistonda millatlararo totuvlikni ta'minlash masalasi bo'yicha hamma o'zini fikrini aytish kerak. Yutuqlarimizni ham aytish kerak. Mana hozir Viktor Nikolayevich aytdilar, osh qilamiz dedilar. Mana o'zbek xonadonlarining hammasida chimchi yeyiladi. Bu oddiy narsalar, lekin bu nimani natijasi? Bu o'zaro millatlararo totuvlikda o'zaro madaniyatlarni uyg'unlashib ketishini bu namunasi hisoblanadi. Sergey Aleksandrovich, bo'lmasa so'z navbatini sizga beramiz. Mana O'zbekistonda o'sha Rus milliy madaniy markazining faoliyati bo'yicha o'zi umuman O'zbekistondagi rus millatiga mansub fuqarolarning hayoti bo'yicha sizda fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. O'zbek tilida, rus tilida farqi yo'q. Bemalol bugun erkin suhbat. Mironov Sergey Aleksandrovich Namangan davlat pedagogika instituti hamda Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining Namangan filialini muhandis-texnolog mutaxassisligini tamomlagan. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi, Shuhrat medali sohibi. Hozirda O'zbekiston Rus milliy madaniy markazi raisi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Birinchidan assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Добрый день, дорогие друзья. Men tada endi faqat qaysi tilda? Rus tilidami, o'zbek tilida? Aralash qilib, a? Mayli, bo'pti, tushundim, да. Но прежде всего хотел всех приветствовать здесь от имени Русского культурного центра Узбекистана, от самой большой организации национальной и общины, которая сегодня в Узбекистане есть. Сегодня Бекзот так и сказал, 157 у нас национальных центров. 23 это, в принципе, национальные центры, которые имеют русские. Вот. Ну и хотел бы поблагодарить сегодня, пользуясь случаем, нашу партию. Сегодня вот мы 3 депутата от этой партии проводим мероприятие, значимое мероприятие, очень вовремя намеченное в отношении межнационального согласия. Это наша партия УЗЛДЭП, которая всегда хотела мира,
добра. Вот. Что бы хотел сказать вначале? Но каждое государство определяет не потому, что сколько у него там богатства, земельные залежи, золото и так далее, и так далее. Если там нет мира, если нет там межнационального согласия, там никогда не будет ничего нормального. Вот сегодня мы можем это даже на разных примерах проследить по другим государствам. Поэтому то, что сегодня у нас такая миролюбивая политика, это очень много говорит. И самое главное, вот я думаю, мои коллеги согласятся, да и все, которые здесь сидящие, очень нам приятные, и мы всегда это очень ответственно воспринимаем, где бы ни выступал наш президент Шавкат Миромонович, он всегда говорит, сегодня, говорит, большая идет стройка, в большом смысле слова, и в экономике, и в отраслях народного хозяйства. И это, говорит, плод нашего многонационального народа. Это не говорит, что кого-то лично или титульной нации. Мы здесь, конечно, тоже польщены, то, что и мы вкладываем и вносим свою частицу, свою лепту в дело построения нового Узбекистана. Это очень здорово. Вот. Что хочу сказать, я вот буквально 3 дня как вернулся с Бишкека, с Киргизии. Там у нас была конференция, 12-я региональная конференция российских соотечественников. Там представители, вот мои коллеги, русские общины были с ближнего зарубежья. Вот. Но я внимательно выслушал, и потом мне дали слово, я подготовил видеоролик о деятельности нашего центра. Когда они посмотрели все, хайрон булдырlar, да? Нема учен. Они просто были удивлены, потому что то, что делается сегодня в Узбекистане, нигде нету. Ну там, что, допустим, какой-то центр, ну взять Армению там, или Азербайджан, или что, там какой-то частичный вопрос говорят, да. А когда посмотрели, что это так глобально все это делается в Узбекистане, хайрон булдырlar, да? Поэтому мы, говорит, не ожидали. Вот. Но, тем не менее, они у нас были здесь на юбилее. Когда мы проводили, благодаря нашему президенту, помогли, мы дали старт первому юбилею Русского центра, 25-летие проводили, потом 30-летие. Вот. По 25-летию они помнят, что у нас было. Я помню, мы тогда подготовили очень большую программу, где-то на 2 дня. Очень такая мощная программа была. И когда дошло все это, смета, программа дошла до нашего президента, он сказал, нет, мы должны показать не только в столице, что делается в Узбекистане, но и в областях, чтобы знали наши гости, наши представители других государств, что это и в областях делается. Понимаете? И мне было очень приятно, что вот 2-3 дня назад они с удовольствием вспоминали это. Мы даже за это поднимали бокалы шампанского, вина и так далее. Как сказать. И все вот сейчас хотят еще раз сюда приехать. Вот. Но я говорю, я подумаю, на какое мероприятие можно будет вас пригласить. Но если получится, конечно, было бы наш пример, а он везде показывается, это дело, конечно, показать. Несколько слов хотел сказать о нашем центре. Как я сказал, что у нас очень много организаций. После нас вот и корейский центр, и таджикский центр, вот коллеги сидят здесь, киргизский и так далее. Вот. Мы проводим в год более 500 мероприятий, это такого крупного масштаба. Я не имею в виду только в Ташкенте, мы имеем в виду и в регионах нашей области. Начинаешь открывать канал, одни мероприятия, я уже многим говорю, вы 1-2 фотографии выставляете, говорю, там целые идут эти, понимаете, халач, в общем. Вот. То есть, понимаете, и самое главное, мы очень благодарны и местным хакимиатам на местах, которые оказывают содействие. Каждый центр получил свои офисы, получил свою оргтехнику и находится в домах дружбы, где есть залы для проведения мероприятий. Это уже здорово. Вот. И, конечно, вот эти мероприятия, понимаете, все они нацелены, они проводятся совместно со всеми национальными центрами. Не то есть обособляться, допустим, где-то в русском центре, или в киргизском, или еще каком. Все вместе у нас одна большая, получается, это семья. Вот. И, понимаете, это действительно очень здорово. И еще раз хочу хакимиатам сказать большое спасибо за то, что вот они оказывают такое содействие. Потому что нашим центрам предоставлены самые лучшие площадки, самые лучшие сцены нашего Узбекистана. И вот сегодня даже мы проводим вот партию. Смотрите, какой красивый зал. Честно говоря, еле нашли, но теперь думаем здесь обосноваться, будем
тоже мероприятия проводить. Вот. Много хотел бы сказать в этой плоскости, но я скажу одно, что у нас, конечно, общие дела, общие цели. Все, что мы делаем, у нас цель одна. Цель – это для того, чтобы Узбекистан у нас был процветающий, один из государств, которые бы сюда приезжали бы еще не только в планах межнационального согласия, но и в целом. И я вот, может быть, конечно, как-то часто об этом говорю и как-то тоже цитирую, вот. Но тем не менее, вот мне очень понравились слова вот Абдулла Арипова, я вот на некоторых собраниях об этом пытаюсь сказать и говорю, где он очень грамотно и лаконично и очень тонко сказал. Мақсат бір болмаса, жан болмағаймыз. Жан болсақ башымыз хан болмағаймыз. Ватан бір, қоя бір, досымыз бір радар, дүнияда хечкімдан кам болмағаймыз. Да, вот эти слова, где он говорит о том, что у нас одна идея, одна цель, это, по-моему, очень точно подмечено. Я думаю, никакой недруг, я это мягко назвал, я не говорю там враги, так, никакой недруг нам не даст вернуть на нормальном, правильном пути. И мы все сделаем для того, чтобы Узбекистан был процветающим государством. Мы сделаем все для того, чтобы то, что сегодня задумали, проекты, большие проекты, наш президент на местах, мы все, во всех будем принимать участие, поскольку возможно. Rahmat. 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 Sergey Aleksandrovich, rahmat. Juda bir muhim masala to'g'risida aytib o'tdingiz. Davlat xizmatida, davlat fuqarolik xizmatida 5000 ga yaqin 35 millat vakillari mehnat qilmoqda va deputat sifatida deputatlarimiz, boshqa millat vakillarimiz qancha degan bu ko'rsatkich ham bor. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 12,7% boshqa millat vakillari. Mahalliy kengashlarda 11,2% boshqa millat vakillarini deputatlik faoliyatini yuritayotganligi ham bu ham juda ham katta o'sha davlat boshqaruvida millatlararo totuvlik munosabatlarini aniq dalili hisoblanadi. Endi Said Asror aka, sizga so'z beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Endi mana hozir to'g'ri aytildi, haqiqatda odamlarda nima bo'lishi, g'oya bo'lishi kerak. Odamda ideologiya bo'lmasa, uni qanaqadir asosiy maqsadi bo'lmasa, u yashash ham keragi yo'q. Lishbi mol ham yashaydi de, to'g'rimi? Yeyishchi o'lib ketadi, to'g'rimi? Odamning vazifasi nima? Yaratuvchi bo'lish kerak. Iste'molchi emas. Tushunasizmi? Innovatsion markazga keldim. Men spesial anaqasiga qaradim, viviskasini, innovatsion markaz, yoshlar markazi. Tim bo'l liberal partiya, bu bilasizlar, bizning Shokay Menamovich shu partiyada asosiy liderlardan bittasi. Endi 29-chilarda birga bo'ldik-ku. Men eng yoqgan gaplardan 40 minut mavzu qilgan bo'lsalar, shu 5 million joy topildi odamlarga, ishli joy dedilar. Bu juda xursand bo'ldim. Ikkinchidan aytdilarki, 700 mingga yaqin odam immigrantlar qaytib keldi dedilar. Tadbirkor emas, imini migrant borib o'sha nima ishlarda yurgan bechoralar pasportini olib qo'yadi, qiynalganlar qaytib kelib bu yerda ish topib berilibdi. Bu qilish bitta joy degani, men esimda bor, o'zim kibernetma 70 ta kitob yozgan bo'lsam, o'sha paytda Sagnomashinam внешне экономический союз ochgan edi. Akademik Usmonov nam. Samarqand hokimi bo'lgan. Shunda aytgan edi, bitta рабочий место qishloq xo'jaligida ham o'sha paytda 5000 rubl edi. Hozirgi pulda bu bilasizlar, kamida bir 50 million, 100 million bo'lsa kerak. Bitta ketmonni tortish, bitta suvni tortish ham. Ya'ni 700 ming odam qaytib kelib, bu katta gap. Endi mana hozir bizning asosiy aytishadi, boyligimiz nima? Hamma aytadi, 100 tonna tillamiz bor. Tak, xo'p. Misimiz bor. Xo'p, hamma yoq sotyapmiz. Xo'p, gazimiz bor. To'g'rimi? Ya'ni neft chiqdi Qoraqalpoqda. Lekin asosiy boyligimiz nima? Yoshlarimiz. Bu eng kerakligi. Birinchidan ular bizga ishonish kerak. Shu Mashina G'ulomov poraxo'r emas. G'ulomov 70 ta kitob yozyapti. Dunyoga tanilyapti O'zbekistonni deb gap gapirish kerak. To'g'rimi? Har bitta odamda mashta ham 50, 60, 70 ga borgan odammiz. Biz ularga namuna bo'lishida kerak. Bolalarga namuna bo'lib, mana ko'rsatdimmi? Men Moskvada o'qigan bo'lsa, bular hammasi Angliya, Amerikaga ketib olishdi. Grant qilib, byudjet qilib, ish qilib, mayli ish qilib, o'sha yerda mayli bilim olib qaytib kelsin, glавный, xuddi qolib ketmasin. Endi bizning asosiy demak maqsadimiz
bu yoshlar bo'lsa ularni qanaqaga nima deydi iste'molchini yaratuvchi yaratish innovatsion bo'lishi kerak, to'g'rimi? Yangilik yaratish kerak. Bizga ham shularni olib kelib O'zbekistonning bir so'mini mana hozir biza $3,5 bir kishi, to'g'rimi? Demak biz mana 30-yilga 4,000 bo'lamiz, to'g'rimi? Demak kamida o'rtacha dunyo bo'yicha rivojlangan mamlakatlarda 14,000 bo'lyapti. Demak tezroq unga e'tibor shuda kerak. Hech qaysi mamlakat 6% ga o'sayotgani yo'q. Hamma qo'shnilarim ham Shavkat Mirziyoyev 8 yil ichida katta ish qildilar. Millatlararo nima deydi tenglik bo'ldi. Hammasi kelyapti, hurmat o'zan qilyapti. Men istardimki shu yerda hamma men akasi bittagina nima deydi jamiyatdan kelib qolman. Qolgan hamma madaniy markazlar ekan. Istardimki чтобы biz hammadan, masalan Isroilda ham bir kamida 50 ta общество bor, madaniyatlar, to'g'rimi? Amerikada ham masalan butun mana 50 yildan beri anaqa bilan gaplashaman, Boris Kandov ham. O'zbekiston Amerika Kanada assotsiatsiyasining prezidenti Kandov, ashulachi bilasizlar. Ular ham kelib ketishgan nechmartalab prezidentlik manaqalarda ham. Men xohlardimki shu biza hamma birlashib, hech qanaqa urush bo'lmaydi. Mana 23-yilda 80 ta odam keldi. Siz kutib oldi. Samarqand, Buxoroga borishdi. Nima qilishdi? Birinchi bo'lib nima qilishdi? Subota kuni anaqaga borishdi. Buxoroga borib, betdagi hamma joylarga borib nima qilishdi? Mozorga borishdi. Mozorda shu 50-100 yilgari yashagan, o'lib ketgan yevreylar bor-ku. Ota-onasini, onasini bor, hammasini ziyorat qilib kelishdi. Men endi gapiradigan gap juda ko'p. Men istardimki ish qilib ilm-bilimga prezidentimiz katta ahamiyat beryaptilar. Shu markazlar ham, jamiyatlar ham shu ilm markaziga g'oyamiz bitta, maqsadimiz bir. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Rahmat katta. Rahmat Said Asror aka. Endi bugun munosabat bildirib, fikrlarni bildirib, mana Said Asror aka juda ham bir muhim yo'nalish bo'yicha yoshlarni qanaqa tayyorlashimiz kerakligi, o'zaro tajriba almashish masalasi bo'yicha fikr bildirildi. Serikboy aka, endi so'z navbati sizga. Aynan O'zbekistonda millatlararo totuvlik, umumiy hamjihatlik masalasi bo'yicha va o'zi Milliy madaniy markaz yo'nalishidagi ishlar bo'yicha fikrlar bildirsangiz, marhamat. Usenov Serikboy Nazarovich Toshkent davlat politexnika instituti hamda Toshkent moliya institutini tamomlagan. O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi hamda mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. Hozirda O'zbekiston Qozoq milliy madaniy markazi raisi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Assalomu alaykum. Mana shu zalda o'tirishdi o'zi rang-barang, qarang insonlar o'tiribdi, bir ko'ngilni ochadigan bir zal bo'lib turibdi-da. Shuning uchun hammasi xushchaqchang, kayfiyatda o'tiribdi. Bunaqa zalda ham hozir topa olmaysiz ko'p joyda. Endi oxirgi 9 yilga bir e'tibor bersak, o'zgarish juda katta. 2017-yilda hozir aytib o'tgandek hammasi ijarada turadigan, bir xona, ikki xonada mana shu madaniy markazlar umr surib kelgan. 2017-yilda yanvar oyida mana muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich yengil sanoatni imoratini olib berib, hammasini bir joyga jamlab berdi. Bu yerda hozir mana respublika, shahar hammasini xonasi bor, joyi bor, o'zini ko'rgazmasi bor. Tekindan tekin ijarasiz mana o'sha yerda tashkil qilib berdi. Buni o'ziga ham mana shu yerda qatnashayotgan milliy madaniy markazlarda raisining nomidan, o'zim nomimdan katta tashakkurimni aytmoqchiman. Albatta viloyatlarda ham topshiriq bergandan keyin viloyat hokimlari joylarda do'stlik uylarini tashkil qildi. Do'stlik uylari ham xuddi mana shu bizning qo'mitaga o'xshagan joy bo'ldi. O'sha yerga odamlar keladigan joy bo'ldi, millatlar yig'iladigan joy bo'ldi. Biz ko'p joylarda mana ochilishida bo'lyapmiz, ko'ryapmiz. Lekin O'zbekistonda shart-sharoit yaratgan mamlakatlar kamdan kam deb o'ylayman. Sababi qayerga bormasangiz, mana bizda 8 ta bo'lim bo'lsa, 8 ta bo'limni ham ish joyi bor. Axborot texnologiya texnikalari bilan jihozlangan. Albatta bu yerda Oliy Majlis jamoat fondiga ham o'zimizga tashakkurimizni aytishimiz kerak. 2021-yildan shu kungacha tekin ishlagan bo'lsa, oz bo'lsa ham subsidiya orqali ish haqi to'lanadigan qilib berdi.
hamda har yili 50 million pul ajratib mebel jihozlarini, kompyuter texnologiyalarini yaxshilab olishga imkon yaratib berdi. Albatta bugungi kunda mana o'sha viloyatlarda ham siz aytgandek subsidiya orqali Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tgan o'sha madaniy markazlarga ish haqqi to'lab boryapti. Albatta kechagina masalan tekin ishlab yurgan odamlar bugungi kunda mehnat haqi to'layotgani uchun hozir ko'pchilik harakat qilyapti. Millatidan qat'iy nazar biz sizga a'zo bo'lsak, shu a'zo bo'lib birga ish qilsak deganlar ko'paya boshladi-da. Buni natijasini aytmoqchiman. Endi Qozoq Milliy madaniy markazi keladigan bo'lsak, 1992-yilda tashkil bo'lgan, 33 yil mana mart oyida to'ldi. Bugungi kunda 813 mingdan ortiq qozoqlar O'zbekistonda yashayapti. Men endi bu masala bo'yicha Viktor Nikolaevga o'xshab mahallalardan bila boshladim. 1937-yilda karuslar bir vagon bo'lib kelsa, Viktor Nikolayev 451 ta mahalladan surishtirib, qancha karus millatiga mansub O'zbekistonda yashaydiganini aniqlavdi, 210 mingga yetdi. Biz ham mana hozir aniqlayapmiz. 1989-yilda statistika данные bo'yicha 4.968 ming qozoq yashagan O'zbekistonda. Bugun shundan keyin qatlov o'tkazilmagan, qancha millat borligini, qaysi millatdan qancha sonini aytolmaydi. Lekin men ham shu Viktor Nikolaevga o'xshab o'rganib, bugungi kunda 4000 mahalladan qozoqlar qancha yashashini oldim. Hozir men 2,5 millionga qozoqlar sonini yetkazdim. Yana hali ishlashim kerak. Men o'ylayman shu 3,5-4 millionga borsa kerak. Endi bir muhtaram prezidentimiz so'zlari bor. Ko'p millatli xalqimizni ko'zimizda qarachig'dek asrashimiz kerak degan. G'oyasini o'zi bizga so'zini o'zi ozgina motivatsiya beradi. Mana shu O'zbekistonda yashayotgan qozoqlar faxrlanib gapiradi. Hamma sharoit yaratilgan. Qozoq maktablar 361 ta qoldi bugungi kunda. Ish yurityapti. Endi mana murojaat qildik, Xudo xolasa oliygohga kirish uchun ham hozirgi kunda o'zbek tilida, rus tilida, qoraqalpoq tilida, endi qozoq tili, tojik tili, qirg'iz tilida ham imtihon topshirib kirish imkonini yaratib beradi. Albatta mana yoshlarga degan e'tibor muhtaram prezident tomonimizdan bo'ldi. Maktab bitiruvchilarimiz bir yilda 56 ming bo'lsa, bugungi kunda 15% oliygohga kirayotgan bo'lsa, biz bugun 38% ga chiqdik. Buni biz yoshlarga e'tiborni kundan kunga kuchaytiryapmiz. Maktablarimizdagi bitiruvchilar kim oliygohga kiradi, kim hunarga boradi, hammasini biz aniqlab boryapmiz. Chunki har bir fuqaro prezidentimizga yelkadosh bo'lish uchun qo'lidan kelgan amalni, qo'lidan kelgan ishni qilish kerak deb o'ylayman. Albatta bugungi kunda mana viloyatlarda ham juda ko'p maktablardan boshlab Abay Qunonboyevni 180 yilligini o'tkazib kelmoqdamiz. Yaqinda mana davlat tomonidan qo'llab-quvvatlab Qozog'istondan delegatlarni chaqirib, katta qilib konsert, dasturxon, konferensiya qilib o'tkazdik. Sizlar Obayni shunday hurmat qilar ekansizlar. Biz bunchalik darajada deb bilmadik. Xitoydan kelgan qozoqlar shunday gaplarni gapirib ketdi. Biz o'sha kuni Abay Qunonboyevni qozoq tilidan o'zbek tiliga tarjima qilgan kitobimizni ham taqdimotini o'tkazdik. O'sha taqdimot orqasida ular ham ko'p kitob ola ketdi. Albatta bu qo'mita bugungi kunda yangilanib vatandoshlar bilan ham qidirib biz prezident topshirig'i bilan Qozog'iston Respublikasiga bordik. 3 kunda 3 ta viloyatga aylanib keldik. 300 donadan kitob oldik.
o'zbek tilida qora uy oldik yurta. Vatandoshlarimizga prezidentning nomidan yurta sovg'a qilib, o'shani ichida ko'rgazmalar qilib, ashulalar aytib, bu yerdan artistlarni olib borib, o'sha viloyatlarda Atrov, Aqtov, Turkiston viloyatlarida bo'lib, hamma vatandoshlarimizdan xabar olib keldik. Ular bir xursand bo'lib, kerak bo'lsa ko'z yoshlari bilan kutib oldi. Mana sizlarni prezidentinglar shu vatandoshlarga ham shunday e'tibor berayotgan ekan, biz juda xursandmiz deb. Endi yana aytadigan joylari ko'p. Endi Qozog'iston Respublikasidan kelib, bugungi kunda Jambul viloyati bilan Turkiston viloyatida o'zini o'zi boshqarish organlarini biz hozir tashkil qilyapmiz. Ularda ovul akimchilik deyiladi. Shu mahallani hozir shu ikkita viloyatda biz yangi turda yaratyapmiz. Hozir biz ish bilan almashib, qanday bo'ladi, qanday qo'yadi, hamma qonunlarni berdik. Yaqin kunlarda shu Qozog'istonning ikkita viloyatida mahallalar ochish masalasini oldimizga qo'yganmiz. Albatta yoshlar deymiz. Mana bugungi kunda muhtaram prezidentimiz ruxsat berib, Muxtar Avezov nomli 500 talik topdagi universitetni filialini Chirchiq shahrida ochdik. Hozir 500 ta odam o'qiyapti, bolamiz. Endi shu yil mana 2-kursga o'tdi, 1000 taga yetdi. Qarag'anda pedagogika universitetini olib kelib, Nizomiy nomli universitetni qoshida ochdik. Samarqandda Olmatidagi Abay Kunanbayev universitetini kursini ochdik. Samarqandda, chunki maktabga muallim yetmaydi. Shu muallimlarni tayyorlash uchun o'zimiz shu oraga kirib, elchilikda aralashtirib, shularni olib kelib, o'zimizda maktablarimizga o'zimiz muallimlar tayyorlayapmiz. Shuning uchun yoshlarimizni biz kelajak yoshlar deymiz. Bugungi kunda 38 million xalq, 60% yoshlar bo'lsa, buni har bir millat o'zini yoshlarini tarbiya qila olsa, kelajak yoshlarniki deyman. Ertaga biz ham qaraymiz, biz ham o'tamiz, ketamiz. Lekin bugungi kunda yoshlarni jilovlab, shularga yo'l yo'riq ko'rsatib, shularni tarbiya qila olsak, maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Katta rahmat e'tibor uchun. Endi yuqorida siz aytdingizki, bu shunchaki raqam emas, bu strategik boylik degan iqtibosni eslab o'tdingiz. Haqiqatan ham shunday. Strategik boylik, bunaqa boylikni topish o'zi nihoyatda qiyin. Bizga yaratganni o'zi shunaqa boylikni ato etgan, inom etgan. Mana yaqinda yuqoridan aytib o'tildi. Har yili 30-iyul kuni O'zbekistonda Xalqlar do'stligi kuni bayram qilib nishonlanadi. Bu yil ham mana o'sha bayram munosabati bilan do'stlik festivalini o'tkazdik. Shu do'stlik festivali doirasida hurmatli prezidentimizni O'zbekistondagi shu barcha millatlar, elatlar vakillariga juda katta sovg'asi bo'lgan, milliy madaniy markazlarga sovg'asi bo'lgan, milliy madaniy markazlarni pavilyonlarini ochilish marosimi bo'ldi. Hozir shu Millatlararo munosabatlar qo'mitasi maydonida milliy madaniy markazlarning pavilyonlari joylashgan, juda chiroyli shaharcha. Men u yerni pavilyon emas, bir umummilliy totuvlik shaharchasi deb atagim keladi-da. Haqiqatan ham chiroyli, bir ham bu yerda ko'pchilik u yerda bo'lgan. Mana O'zLeDepning faollarini ham taklif qilamiz, birgalikda tadbirlar o'tkazamiz. Mana strategik boylik ekanligini yana qayerda ko'rsak bo'ladi. Shu markazlardan tomosha qilib, aylanib yursangiz, Nemis milliy madaniy markazini o'sha uyida, Nemis uyida sandiq turibdi. Mana shu O'zbekistonda bo'ladigan to'ylarda onalar qizlariga sarpo solish uchun yuboradigan sandiq. Men markazning rahbarlariga aytdimki, zo'r mana sandiq qo'yibsizlar, o'zbek sandig'i desam, yo'q, bu nemis ustalari yasagan sandiq debdi. Xuddi shu sandiqni mana tojik markaziga kirsangiz, xuddi shu sandiq turibdi. U yerga ham agar bu o'zbek sandig'i desangiz, yo'q, bu tojik sandig'i deydi. Boshqirt markaziga kirsangiz, xuddi shu sandiq turibdi. Ana o'zbek sandig'ini qo'yibsiz desangiz, yo'q, bu boshqirt sandig'i deyapti. Tushunyapsizmi? O'sha sandiqni boshqa markazlarda ham ko'rsangiz bo'ladi.
madaniyatlar bir biridan kuch oladi, bir biridan ozuqa oladi va bir birini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mana bitta sandiq misolida men buni aytib beryapman sizga. Bu hammamizniki. Men buni o'zbekniki, tojikniki, qirg'izniki, qozoqniki deb ajratish anaqam yo'q. Bu hammamizniki, tushunyapsizmi? Bu yerda bitta millatni aytmoqchi emasman. Har xil millatlarda hunarmandlari yasagan tovoqlarda yeymizmi? Mana bizni birdamligimizni, ahilligimizni mana shu bir katta namunasi emasmi? Yana bitta sizga anaqani aytib o'taman. Ko'p bu anaqa ko'p joylarda aytilmaydi. Yana bitta narsani aytaman. Mana shu milliy madaniy markazlarimizni ko'pchiligida faqat shu millatga mansub fuqarolar ishlamaydi. Boshqa millatga mansub bo'lgan fuqarolar boshqa millatning milliy madaniy markazlarida ishlaydi, faoliyat ko'rsatadi. Bu yerda ajratilmaydi, sen boshqa millatsan u bu. Xuddi o'zini anaqasida o'zini millatiga xizmat qilgandek birga ishlab, birga xizmat qilib, shu fidoyilik bilan xizmat qiladi. Ayting, shundan ortiq bir bo'ladimi? Shundan ortiq bir ahillik, inoqlik bo'ladimi? Bularning hammasi mana shu muhtaram prezidentimizni juda ham bir oqilona, donishmandlik bilan olib borayotgan siyosatlarini hosili deb baralla aytishimiz mumkin. Rahmat. Bizda masalan Toshkent viloyatida Piskent tumanida bitta oilada 7 ta bolasi bordi. 7 ta millatga uylangan. Endi enchingni beray, ket, boshqa uy olib beray desa ketmaydi. Sizlar hayotsizlar, sizlar bilan birga yashaymiz. Sizlar o'tgandan keyin biz bo'linamiz deyapti-da. Mana ko'rdingizmi, qanaqa do'stlik rishtolari millat tanlamaydi O'zbekistonda. Shuning uchun men har doim aytaman, buni biz yoshlarga sindirishimiz kerak-da. O'zbek millat tanlamaydi. Mehnatni qayil qilib qo'y, sandan barakali odam yo'q. Yuqorida juda ham tabiiy misollar bilan, tabiiy faktlar bilan ko'p o'sha millatlar aro totuvlikka namunalari keltirilyapti. Endi O'zbekiston Qirg'iz milliy madaniy markazi raisi Jabbor Rahmatulla akaga so'z bersak, Rahmatulla aka, bu yo'nalishda sizning fikrlaringiz qanaqa? Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli spiker, hurmatli ekspertlar, aziz do'stlar. Eng asosiy mamlakatimiz prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich har chiqishda aytadiki, biz birinchidan yoshlarimizni ma'naviyatli, madaniyatli qilib tarbiyalash kerak deyapti. Chunki O'zbekiston Markaz Osiyo davlatlari ichida, qolaversa Yevropa davlatlari ichida ham bugun jahonda madaniy tomondan, ma'rifat tomonidan, yoshlarni tarbiyasiga e'tibor berish tomonidan O'zbekiston ham bag'rikenglik mamlakat tomonidan jahonda shuhrat qozongan davlat hisoblanadi. Buni Chingiz Aytmatov ham o'z so'zida aytgan. O'zbekiston Markaziy Osiyoda madaniyat tarqatgan yagona davlat degan. Mana shuning uchun biz bugungi kunda O'zbekistonda yaratilgan tizimli ishlarni mana guvoh bo'lib turibmiz. Muhtaram prezidentimiz 2017-yili 24-yanvar kuni Baynalmilal madaniyat markazini 25 yillik yubileyida birinchi marta, ilk marta qatnashgan. Shunda men ham so'zga chiqqanman. Shunda prezident bitta so'z aytdi. Bizning niyatimiz ham, yo'limiz ham, loyihamiz ham yaqin qo'shni davlatlar bilan do'st bo'lish degan. Mana u kishi yana yaqinda bitta gapni aytdi. Biz Yevropaga chiqish uchun, dunyoga chiqish uchun avvalo borgan mamlakatlar do'st bo'lish uchun ular menga savol beryapti. Avval qo'shning bilan do'st bo'l deyapti. Mana shuning uchun mamlakat bugungi kunda mana markaz davlatlar bilan 5 ta davlat bilan mana O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston bilan mana do'st bo'l. Buni ko'rib turibmiz. Buning tagida juda ham katta ma'no bor. Ayniqsa mana shu hozir aytib o'tildi, O'zbekistonning boyliklari eng ichida o'sha 136 millat deyapmiz. Xitoyda 1,5 milliarddan oshiq aholi yashaydi. 67 millat bor ekan Xitoyda. Bizda mana 38 million, 40 million bo'ladi deyapmiz. 130 millat bor. Bu eng katta boylik haqiqatda. Endi yana bitta gap, halva degan bilan og'iz shirin bo'lib qolmaydi. Do'st degan bilan, quruq gap bilan do'st bo'lmaydi. Buni amalda qilish kerak. Qanday qilish kerak? Mana muhtaram prezidentimiz qayerga borsa, qaysi davlatga borsa, o'sha davlatning tarixini, madaniyatini, urf-odatlarini gapiradi,
ular ham kelib biz mamlakatimizga kelib O'zbekistonda bugungi kundagi olib borayotgan aqlona dona siyosatini qo'llab quvvatlaydi. Mana ikkita misol keltiraman. Mana yaqinda biz o'sha fevral oyida vatandoshlar bilan Qirg'izistonning O'sh, Jalolobod, Botkent, Qizilqum shaharlarida bo'ldik. O'sha yerda vatandoshlar mana jamoat fondining boshlig'i Odiljon rahbarligida borib o'sha yerdagi vatandoshlarni yig'ib, qirg'iz millat vakillarini yig'ib, o'shalarga katta bir to'yxonada osh berildi. Konsert berildi. Yana ularga milliy shoh asboblaridan olib borib sovg'a qilindi. Kitoblar olib borildi. Endi bu ko'rib o'sha yerdagi vatandoshlarimiz, qirg'iz millat vakillari, boshqa millat vakillari ham qatnashdi. Ular ko'zlarida yosh bilan rahmat o'zbek xalqiga, O'zbekiston xalqiga. Biz nihoyatda minnatdormiz. Bunday chaqa hech bo'lmagan, lekin biz shunday niyat qiluvdik. Bugun niyatimizga yetdik deb nihoyatda bir xursandchilik bilan shunday qabul oldikki, men o'zim ham so'zga chiqib ko'zimda yosh bilan yig'laverdim ochig'i. Ularning xursandchiligini ko'rasiz endi. Bu dildan aytilyapti. Ilgari biz yoshligimizda oqsoqollar aytar edi: "Ey bolalarim, tinchlikda gap ko'p, sog'liqda gap ko'p" derdi. Shu ikkita narsa bo'lsa, bari bo'lar ekan. Mana O'zbekiston bugungi kunda ochiq bir dunyoga tanilgan bir tomonini aytadigan bo'lsak, bir do'stlik mamlakatga aylanib bo'ldi. Men aytmoqchimanki, biz mana shu do'stlikni saqlash uchun shu yerda o'tirgan Milliy madaniyat markazi vakillari, boshqa o'rtoqlar birgalikda yoshlarimizga shuni singdirib, ertaga biz mana shunday vatanda yashayapmiz. Shu vatan meniki, shu vatanda sadoqat bilan yashashimiz kerak deb bolalarga, yoshlarimizga biz ulgu bo'lish kerak, ibrat bo'lish kerak. Shunda yoshlar aytadi: "Ya bizda ota-bobolarimiz do'st bo'lgan ekan, bitta hech qanday millatchilik bo'lmagan ekan" degan gaplar ularga ham singish kerak. Yana bir gap aytish mumkinki, mana shart-sharoit bo'yicha gapirdi. O'sha Milliy madaniyat markazi 30 yillik katta yubileyini respublika miqyosida, respublika hukumatining rahbarligida, prezidentimizning ruxsati bilan mana Toshkentda juda katta tantana qildik. Bunda Qirg'izistonning vakillari keldi, Qirg'iziston xalq artistlari keldi, qancha odamlar keldi. Shu men aytmoqchimanki, mana shu mamlakatimizda bugungi kunda olib borayotgan ijobiy ishlar juda yuqori darajada bo'lyapti. Uning uchun men o'zbek xalqiga, ko'p millatli jonajon vatan yashayotgan barcha do'stlarimizga ta'zim qilaman. Chunki bunday mamlakatda yashash baxti bizga nasib etgan ekan. Men shundan minnatdorman. Vatan bitta, vatan yagona. Vatan hammamiz uchun bitta. Shu yurt uchun jonimizni berishga tayyormiz degan shior bilan vatanimizni asrab avaylash bizning burchimiz. Shuning uchun hammalaringizga katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Rahmatullaga bitta savol bermoqchiman. Rahmat. Millatlar o'rtasidagi o'zaro nikoh masalasidagi munosabatingiz qanaqa? Fikringiz qanaqa? To'g'ri, juda to'g'ri savol berdingiz. Masalan, men oilamda 5 ta o'g'il farzandim bor. Bitta kelinim Farg'onadan akamiz o'zbekcha. Qolganlari qirg'iz, qozoq ham bor bitta aralash. Men aytmoqchimanki, O'zbekistonda biz mana shu ildizimiz ham, tomirimiz ham ulashib ketgan. O'sha masalan Farg'onadan kelinimiz, o'zbekcha kelinimiz, hozir mana 3 ta farzandi bor, 2 o'g'il, 1 qizi bor. Xuddi o'zimizni urf-odatlarimizga o'rgangan, biladi, hammasi bir xil o'zi. Masalan, mana Viktor aka aytdi, o'sha bizda eng ovqatni eng kattasi 5 barmoq deymiz. 5 ta barmoq yeyiladi, qo'l bilan yeyiladi. Qolaversa, yana boshqa ovqatlarimiz bor. Ular o'rgangan. Biz oilamizda yig'ilganimizda, bayramlarda, to'ylarda, yaxshi kunlarda kelinlarimiz hammasi o'sha qirg'iz udumlarini ham biladi, o'zbek udumlarini ham biladi, o'zbek taomlarini ham biladi. Men aytmoqchimanki, O'zbekistonda mana aytib o'tganday hech qanday millatni ahamiyati yo'q. Hammamiz bir xil bir oilaning farzandlari yashaymiz. Oilamizda mana shu nima deydi? O'tirganimizda o'sha o'zbek kelinimiz ham, boshqalar ham hammani birdek ko'ramiz. Chunki barimiz mana shu yerda diyorda tug'ildik, shu vatan hammamizning vatanimiz hisoblanadi. Shuning uchun O'zbekistonda bugungi kunda yoshlarimiz ham bo'lish kerak. Hech qanday u masalan pasportda qirg'iz degan bilan o'zimiz mana o'zbekcha tarbiya topib. Ana o'zim masalan o'zbekcha maktabda o'qiganman. O'z institutda o'qiganman. Shu diyorda katta bo'ldik, ishladik. Mana bugungacha do'stlarimiz o'zbek. Nimaga erishgan bo'lsam, shu O'zbekistonda O'zbekiston xalqi bilan, O'zbekiston do'stlarim bilan muvaffaqiyat erishganman.
shuning uchun bu vatan biz uchun aziz. Endi yuqorida mana hamma oqsoqollarimiz yoshlar masalasi bo'yicha aytdilar. Endi yoshlarimizga ham so'z bersak, Toshkent shahar Turkman milliy madaniyati markazi vakili Kemalbayeva Tovus, marhamat, biladigan so'zlari bor. Avvalambor assalomu alaykum hammaga, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Bugun men uchun juda katta sharaf. Men shunday minbar ostida o'z minnatdorchilik so'zlarimni izhor qilmoqchiman. Avvalambor prezidentimizga samimiy minnatdorlik izhor etmoqchiman. Men aslida turkman millatiga mansub bo'lsam-da, O'zbekistonda yashab kelmoqdaman. Shunday tinch va osoyishta hayot kechirayotganimdan va eng muhimi ta'lim olayotganimdan albatta prezidentimizga kattaxon rahmat tilayman. Prezidentimizning oqilona qilayotgan islohotlari natijasida men bugungi kunda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti xalqaro munosabatlar fakulteti 2-kurs talabasiman. Albatta men bu universitetga kirishim prezidentimizning bizga qo'shimcha kvota berishi orqali o'qishga kirdim. Albatta bu universitet meni hayotimda eng katta bir o'zgarishlarga olib keldi. Ya'ni men kelajakda o'zimni soham bo'yicha albatta o'z yurtimizga o'zimni nima deydi, islohotlarimni olib kirish niyatim bor. Albatta o'zimizning Turkmaniston elchisimi yoki boshqa bir davlat elchisi bo'lib, albatta yurtimizni yana bir yuksak pog'onaga olib chiqish niyatim bor. Albatta prezidentimiz biz yoshlar uchun berayotgan islohotlarni ko'maklari uchun kattakon rahmat deyman. Rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat. Endi bugungi ko'rsatuvimiz jonliroq bo'lishi kerak. Mana hamma samimiy o'zini ichidagi fikrlarni aytyaptilar. Viktor Nikolayevich, marhamat. Chidolmadim. Mana shu o'zbek xalqiga ko'plaring bilasizlar, men 2 yosh bo'lganimda ota-onam ajrashib ketganimda meni o'zbek ayol To'xtaxon opa o'zini ko'krak sut bilan boqqan 7 oy. Eshitgan bo'lsalaring. U Begovatda hali ham o'sha oila bor. Har bayramda, ayniqsa hayitlarda men Toshkentdan ertalab 6da go'sht, guruch, sabzi sotib olib boraman u yoqqa. Osh qilamiz. Abitgacha bir 20 kishi, abitdan keyin yana bir 50 kishi keladi. Hammamiz meni yoshimdan soqollar o'tirgan, birga o'tirib, osh yeb, gaplashib, qanday yoshligimiz o'tdi. O'sha o'y hozir o'sha o'yda opa singillarim bor. O'sha ona To'xtaxonga o'tib ketdi, otasi ham o'tib ketdi. Lekin shu bugungacha xuddi bitta oila deb har zamonda men boraman. Bir kun xotin bilan bordik, o'tirdik, kechqurun soat 11da o'yga keldi, choy ichib, xotinga aytyapman, "Men shu xalqqa haykal qo'ysa ham kam bo'ladi. Qarang, qanaqa soddaligini." Xotin aytyapti, "Nima muammo bor?" O'sha paytda prezidentimiz bosh vazir bo'lgan. Shunda ushladim, xatni berdim, "Men shuni ruxsat bering. Agar ruxsat bersangiz biz Koreya madaniy markazidan haykal qo'yaylik." "Bo'pti" dedi. Yugurib borib Koreya madaniy markaziga butun O'zbekiston madaniy markazi 31 ta madaniy markazi bor Koreya madaniy. Maylis qildim. Mashqu nima desizlar? 37-yilda koreyslar O'zbekistonda kelgan. Qanday o'zbek xalq koreyslarni kutib olgan? Menga buvam aytdi. Hech qachon unutmagin. 37-yilda koreyslar O'zbekistonda kelganda o'sha paytda o'zbek xalqi ham boy yashamagan. Ayniqsa qishloqda bir butun non bor, qing'ir shahar bor, katta odamlar esingizda bo'lsa, esingizda bormi? Shahar qing'ir bo'lar, balqamdan sindirardi. O'sha shakar, choy, non, boshqa o'sha go'sht ham har kun bo'lmasdi. O'sha xalq koreyslarni o'yga qo'yib, o'rtasida pardani solib, bir tomonda koreys xalq yashagan, ikkinchi tomonda o'zbek oila yashagan. Bitta xonada, u boy emas edi, yerda kigiz yerga solardi. O'shani meni ne buvam aytganda, unutmagin, men shunday bo'lgan. Endi men-ku yoshimda uni bilmadim, meni
ota bobonlar shunday yashagan. O'shanga majlisni yig'ib, hamma koreyslarga mana shunaqa fikr bor. Nima deysizlar desalar, hammasi xo'p dedi-ya. Qani pulni yig'amiz. O'sha paytda oddiy pensioner 1,5 million olsa 500 ming olib keladi o'sha haykalga. 80 yilga boshlagan koreyslar 80 yil O'zbekistonda yashaganiga muhtaram Shavkat Miromonovich prezident bo'ldi. Shunday ruxsat berdi-ya. O'sha kundan boshlab 2 oy ichida joy qidiryapmiz. Bittasi dedi anaqda, ikkinchisi bu yoqda. Keyin men dedim bog'da qo'yaylik. Bog'ga keldim. Ana Koreya, Seul bog'i bor-ku, hammalaring bilasizlar. Elchixonadan sonra elchi ichkariga o'naqa qo'yasan deydi. İchkarida. Men kechasi kelib shat asfalt nimani beton olib kelib, kod eshigini tagida katta beton soldim. Ertalab hokim va prezident maslahatchisi kelib qarasa beton turibdi уже. Bir mashina beton 5-6 kuba. Asob bo'pti-ku deb. Endi buzib bo'lmaydi, qotgan beton. Bo'pti qo'yaver degan. Esingizda bo'lsa, Bobur bog'ga, hozir Do'stlik bog'iga kirsangiz, shunday kirishida Seul bog'da 4 metrli katta haykal bor. Koreys xalqdan o'zbek xalqiga minnatdorchilik bildirish uchun mana shu haykal qo'yilgan. Rahmat. Kimda so'z bor? Agar Zoom orqali ishtirok etayotgan bizning ishtirokchilarimizda ham shu millatlararo totuvlik masalasi bo'yicha agar so'zlari bo'ladigan bo'lsa, fikrlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol bildirishlari mumkin mikrofonni yoqib. Assalomu alaykum, hurmatli aziz. Mana shu bugungi juda ham dolzarb, har ko'nglimizni ko'taradigan bir tadbirda ishtirok etyapmiz. Haqiqatan ham bizni mana shu jonajon O'zbekistonimizda millatlararo munosabatlarga qaratilgan sharoitlar, beriladigan e'tibor, e'tirof albatta hech qaysi mamlakatda yo'q desam ham bo'ladi. Buni bitta misolini yuqorida ham aytib o'tishdi. Bitta misolini aytishimiz mumkin. Mana dunyoning hech bir mamlakatida xalqlar do'stligi bayrami yo'q. Bizni mana mamlakatimizda shu bayram qonun bilan belgilab qo'yilgan va har yili ana shu 130 dan ortiq millat elat vakillari juda katta ko'tarinkilik. Hozir nafaqat o'zimizda O'zbekistonda, balki mana bu yilda juda ko'p xorijiy mamlakatlardan ham mana mehmonlar kelishdi va buni yana bir marta ana shu O'zbekistonimiz haqiqatan ham ko'p millatlik va shu milliy masalalar juda yuqori saviyada o'tayotgani to'g'risida e'tiroflar bo'ldi. Aytaylik, o'sha muhtaram prezidentimiz o'zlari bayram bilan tabriklaganlarida yoki bo'lmasam birorta bir tabriknoma yo'llaganlarida albatta so'zlarini boshida aytadilarki, men ko'p millatlik O'zbekiston xalqini mana shu bugungi bayram bilan chin qalbidan tabriklayman deb boshlaydilar. Har doim e'tibor bersangiz, ana shu endi 91-yildan boshlab bu bayramlar aytaylik shu ikki holatda bayram qilinardi. Birinchisi, mana o'zim ham o'sha viloyatda ishlagan paytimda bu masala bilan shug'ullanishga to'g'ri kelgan. Birinchisi, Navro'z bayramida har bitta milliy madaniy markazga joy berilardi va o'sha joyga biz iltimos qilardikki, o'sha aytaylik taomlarini, liboslarini va bitta haligi qo'shig'imi yoki raqsmi berilardi. Va xuddi shunday ikkinchi vaziyatda bu mustaqillik bayrami arafasida ham xuddi shunday bayram bo'lardi. Endi mana hozirga agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, hech bir bayram, hech bir katta bir qandaydir bir masalan o'sha O'zbekistonga bog'liq mana shu datalar albatta milliy madaniy markazlar siz o'tmaydi. Mana buni bugun misoli mana shu bugun mana o'tiribmiz, mana shu yerda shu masalaniga albatta e'tibor berilgani, bu ham mana shu muhtaram prezidentimizni o'sha olib borayotgan siyosatlarini bir qanday natijasi deb bilaman. Men yaqinda bitta investorni intervyusini ko'rdim televizorda, aytibdiki, biz qachon kiritamiz investitsiya mamlakatga? Qachonki shu mamlakat qani o'zini atrofdagilar bilan, qo'shnilar bilan qanaqa muloqotda bor, qanaqa aytaylik shu munosabat olib boryapti. Shunga qarab biz masalan kiritamiz deyapti. Endi ana shu mamlakatimizni bag'ri kengligi, millatlararo munosabatlarda yuqori
saviyaga o'tganligi bu umuman bizni ham va butun Markaziy Osiyo mamlakatlari ham nufusini yanada oshiryapti desam adashmayman. Chunki darhaqiqat qaysi bir aytaylik tashrif bo'lmasin, qaysi bir mamlakatlarga qandaydir bir masalalarni hal qilish bo'lmasin, muhtaram prezidentimiz albatta O'zbekiston bilan birgalikda mana butun Markaziy Osiyo uchun ham hal qilib keladilar. Buni misollarini mana ko'rib turibmiz, o'zimiz aytaylik sammitlar bo'ldi. Mana O'zbekiston Ispaniya sammiti birgalikda, O'zbekiston Turkiya, Amerika va hokazo hamma sammitlarda Markaziy Osiyo va aytaylik o'sha Sloveniya, Markaziy Osiyo va aytaylik Turkiya degan. Endi buni albatta juda ma'nosi chuqur. Endi o'zimizni mamlakatimizda olib borayotgan haqiqatan ham millatlararo munosabatlarni oladigan bo'lsak, juda katta pog'onaga, juda katta plankaga ko'tarildi. Va biz endi o'zimizni tomonimizdan albatta mana shu e'tirofga, mana shu munosabatlarga o'zimizni o'sha qanchalik tajribamiz, qanchalik bilimimiz, ilmimiz yetsa, ana shu prezidentimizning yonlarida turib, mana shu ishlarni amalga oshirishimiz kerak deb o'ylayman. Hurmatli ishtirokchilar, bugun vazirlik idora vakillarini ham taklif qilganmiz. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi vakillaridan so'raymiz. Boya yuqorida spikerlarimiz aytishdiki, mana Serikbek aytdilarki, qozoq tilida dars beriladigan 360 tadan oshiq maktab bor va bularga biz o'sha o'qituvchilarni tayyorlashimiz kerak degan masalani alohida ko'tardilar. Endi vazirlik vakillaridan aynan O'zbekistonda turli millatlar uchun tashkil qilingan maktablar bo'yicha ma'lumotlarni bersangiz va bularni o'sha pedagog xodimlar bilan ta'minlash bo'yicha qilinayotgan ishlar to'g'risida axborot bersangiz, marhamat. Ta'lim tizimida agarda 10.200 ga yaqin umumiy o'rta ta'lim maktablarimiz bo'ladigan bo'lsa agar, men bu raqamlarni hozir hech qayerda eshitmagansizlar, birinchi marta aytib o'taman. O'shani 1800 tasiga 1800 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarimizda o'zbek tilidan tashqari qolgan 6 ta o'sha davlatlarni, o'sha o'zimizning qo'shni davlatlarimizda o'qishlar tashkil qilingan. Bu qozoq, qirg'iz, turkman, tojik, qoraqalpoq hamda mana rus tili maktablarimiz bor. Endi savol tug'iladi. 550 mingdan ko'p o'qituvchilarimiz bor. 550 mingdan ko'p o'qituvchini 65 mingi mana shu hozir aytilgan davlatlarning vakillari, misol ruslar, qozoqlar yoki boshqa hozir aytildi 130 da millat va elatni vakillari, 130 millat va elatni vakillari o'sha 65 ming o'qituvchilarimiz bugungi kunda maktablarimizda dars berishadi. Kuni kecha hammalaringning xabarlaring bor. Muhtaram yurtboshimiz o'sha ta'lim sohasiga bag'ishlangan o'sha video selektorda ham aytib o'tdilar. Men buni ham bir raqam sifatida aytaman. Mana 3 yil oldin agar oladigan bo'lsak, 22-yilda 45 ta, 23-yilda 91 ta, 24-yilda prezidentimiz aytib o'tdilar 128 ta. Mana bu yil hozirgi kunga qadar 195 ta bolalarimiz turli xildagi nufuzli xalqaro olimpiadalarga borib oltin, kumush, bronza medallarga sazovor bo'ldilar. Men tahlil qilib chiqdim buni ham. O'sha bolalardan 20 tadan ortig'i, hali yana borishgan 20 tadan ortig'i boshqa millat va elat vakillari hisoblanadi. Bu degani demak nafaqat o'zbek xalqi yoki o'zbek farzandlari, o'sha boshqa millat va elat vakillarini ham farzandlari bugungi kunda o'sha O'zbekistonni, o'zini vatani, o'zini yurti sifatida qadrlab borib xalqaro arenalarda shunaqa yaxshi o'rinlarni olib kelishyapti. Endi savol tug'iladi. Mana menda o'tgan yilgi nimalar bor? Mana hozir aytib o'tdilar. Qozoq milliy markazida o'tgan yil agar 357 ta bo'lsa, bu yil 361 ta maktab bo'libdi. O'shandan 140 tasi sof qozoq tilida olib boriladigan maktablardan. Bular aytgan 361 ta maktab bu qozoq, rus yoki qozoq, o'zbek tillarida olib boriladigan maktab. Xuddi shunaqa maktablarimiz, misol qirg'iz maktablarimiz bo'ladimi, qoraqalpoq maktablarimiz bo'ladimi? Bugungi kunda o'tgan yilgiga men hozir aytib o'tdim, agar 1800 ta bo'lsa, o'tgan yilgidan kam bo'lmagan holda bugungi kunda faoliyat olib bormoqda. Endi bir hisoblab ko'raylik.
agar 38 millionga yaqin aholi bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda 38 millionga yaqin aholi bo'ladigan bo'lsa agar, o'shani 15-16 millioni faqat ta'lim bilan bog'liq jarayonlar bilan bog'liq nimalarni olib borishadi. Ota-onasi bo'ladimi yoki 5,5 million o'quvchimiz bo'ladimi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarimiz bo'ladimi? Demak, bu sohada muammo ham ko'p, bu sohada yutuq ham ko'p, bu sohada haligi aytiladigan gaplar ham ko'p, bu sohada aytiladigan, bildiriladigan takliflar ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun maktabgacha maktab ta'limi vazirlik bundan keyin ham o'sha milliy madaniy markazlar bilan boshqa elat va millat vakillarini qo'llab-quvvatlagan holda hamkorlikda o'z ishini tashkil etadi deb o'ylayman. Rahmat. Endi Jahon tillari universiteti vakillarini ham taklif qilganmiz. Agar sizda fikrlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, qisqa fikr bildiramiz. Va yana kimda so'z bo'ladigan bo'lsa, munosabat bo'ladigan bo'lsa, tayyorgarlik ko'rib tursanglar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Bugun global muammolar urchigan bu davrda millatlararo munosabatlarni, dinlararo bag'ri kenglikni mustahkamlash nafaqat markaz faoliyati bilan bog'liq, balki biz pedagoglarni ham zimmasidagi mas'uliyat hisoblanadi. O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti gumanitar fanlar, umuman ijtimoiy fanlar, siyosiy fanlar yo'nalishidagi pedagoglarimiz turli millat vakillarini o'qitish jarayonida millatlararo do'stlik tamoyilini birinchi o'ringa qo'yadi. Va haqiqatda Markaziy Osiyoda 5 ta respublika bo'ladigan bo'lsa, 2017-2018 yilda prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich 5 marta davlat rahbarlari bilan uchrashgan. Men bevosita kuzatganman, 2 marta rasmiy, qolgan 3 marta norasmiy uchrashuvlar tashkil qildiki, millatlararo munosabatlarni, delimitatsiya, demarkatsiya masalalarini, chegaraviy muammolarni hal qilish, bunda o'sha bir xalq ildizi ekanligimizni namoyon qilish bilan izohlandi. Va mana buni bugun ko'rib turibmiz, chegaralar ochiq, millatlar o'rtasida, davlatlar o'rtasida munosabatlar konstruktiv nuqtai nazardan amalga oshyapti va markaz ham bu jarayonda faol qatnashyapti. Bundan keyin markaz faoliyatiga, umuman partiya faoliyatiga va mana shu tinchlik va osoyishtalikka hissa qo'shayotgan mas'ullarga omad tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat katta. Yana kimda so'zlar, fikrlar, munosabatlar bor? Marhamat. Oliy yurtlar masalasi bo'yicha maktab masalasiga gap qo'yib qoldik. Shunda bitta masala bor bizda. Bizda O'zbekistonda 300 ming qirg'izda yashaydi. 50 bitta qirg'iz tilida maktab bor, 26 ta soft qirg'iz tilida, qolgani o'zbek aralash tilida. Andijon viloyati pedagog universitetida qirg'iz tili filologiya bo'limi bor. Andijon, Farg'ona, Namangan o'sha vodiy zonasi maktab bitirganlar o'shanga o'qishga borsa, ularga qulayroq bo'ladi. Lekin mana Sirdaryo, Jizzax bu tomonda taklif bor. Jizzax pedagogik institutida qirg'iz tili filologiya bo'limini tashkil qilish masalasini biz bundan bir 5-6 yil oldin qo'mitaga ham, hukumatga ham xat yozib qo'yganmiz. Komissiya birgalikda borganmiz biz. Borib, Manasga borib, Manasda o'sha Jizzax pedagogik institutida qirg'iz tili filologiya bo'limini ochish masalasi bo'yicha kelishib, xat bilan joylarda gaplashgandik. Lekin shu masala qolib ketdi. Shuning uchun men iltimos qilardimki, agar Jizzax pedagogik institutida qirg'iz tili filologiya bo'limi ochilsa, o'sha qirg'iz tilida Jizzaxda 15 ta qirg'iz tilida maktab bor, 15 ta. O'sha bitirgan bolalar o'shanga o'qishga kirsa, o'qishga borsa, o'sha yerda o'qituvchilar ham tashkillashtirilsa, menimcha maqsad bo'lardi. Shu masala bo'yicha e'tibor bersangiz. Rahmat. Rahmat. Taklif sifatida albatta qabul qilamiz. Tegishli vazirlik idoraga o'zimizni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi nomidan ham takliflarni albatta kiritamiz. Hurmatli ishtirokchilar, albatta bu O'zbekiston Respublikasida millatlararo totuvlik masalasi, umummilliy hamjihatlik, bu birlashib turib O'zbekistonni taraqqiyoti uchun xizmat qilish va O'zbekistonni dunyoda o'zini nufuzini topishga erishishga birgalashib bu qadam tashlashimiz, albatta bu yo'nalishda birlashishimiz bu juda ham katta bizga muvaffaqiyatlar beradi va umumiy farovonlikka erishishimizni yagona yo'li hisoblanadi. Shuning uchun bu kabi loyihalarni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi doimiy davom ettiradi. Albatta bu yo'nalishda fikrlar, takliflar bo'yicha birgalikda ishlashga biz tayyormiz. Hammanglarning e'tiboringiz uchun rahmat, xush kelibsizlar.